Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Savod Avto kanali obunachilari do'stlar. Bugun 9-mart 2026-yil Malibu 1 avtomat korobka reklamamiz. 4 baloni zo'r holatda, kraskalar родной dedi. O'zlaringiz uchun tekshirtirasizlar. 141 ming kilometr yurgan, holati zo'r. Shu yerda miyatina joyini ko'rdim. Holati zo'r. Tekshirtirib olasizlar. 125 million so'm narx aytibdi do'stlar. Avtomat korobka, metani bor, bir qator salonni himsiya qildirib berasizlar. Qolgan joylari zo'r debdina. Bir qator himsiya qilish kerak. Salonni yuvib, tiralatib. Bir ega ekan bu do'stlar, bir ega. Prямо egadan kelib turibdi. Ko'rsatib, ustungizni tekshirtirib olaverasizlar. Bilasizlar, bu atmosferli motor bo'ladi. Benzin, gaz tanlamaydi, livoyinda ketaveradi. Xullas, zo'r avtomobil, 125 million so'm prямо egani mashina. Pastda nomer qo'yaman. Aloqa chiqasizlar. Naqd pul sotaman dedi. Aloqa chiqarasizlar. Like bosamiz videoni. Malibu 1 izobigalarga tuzab qo'yamiz do'stlar.